Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, avzorlarimizni davom ettiramiz. Bu safargi avzorlarimiz yangi kalta futbolkalar haqida bo'ladi. Xo'p, Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bunaqangi olibta futbolkalarimiz kelgan oq rangida. Buni to'qroq shimlar bilan juda moslasa bo'ladi, juda chiroyli chiqadi. O'zi oq shimga ham chiroyli chiqadi o'zi-yu. Lekin atak sal to'qroqlardan bo'lsa juda chiroyli chiqadi. Bu qora futbolkamiz hozirgi kunda trend bo'lib turgan brend ostida kelyapti. Hop, narxlariga keladigan bo'lsak, atiga 85 ming so'mdan ekan. Dastlabki xizmatlarimiz bor, yana qaytarib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Hop, Svetli Leon brendi ostida ishlab chiqarilgan. Buni ham narxi 85 ming so'mdan ko'rishlaring mumkin. Korishnoye ranglari, to'q korishnoye, och korishnoye ranglari ham bor. Xo'p, bu Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan futbolkamiz. Xo'p, Made in Italia deb yozgan, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. Svetlari juda chiroyli, ranglari ham yaxshi. Har nimaga yoqadigan qora, doimgi svetlarimizdan bittasi. Bu tarafimizda ham mana ko'rib turibsizlar, qora futbolkalarimiz qator terilgan. Polo firmasiga oid futbolkalarimiz ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Mana oqni ochiqroq ko'rinishi ko'rishlaring mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Odamning ustida ham chiroyli yarashadi. Turishlari ham, havo o'tkazishlari ham yaxshi. Polister HBga o'sha chachishgan materialdan ishlab chiqarilgan. Elastikligi ham bor, havo o'tkazishi ham yaxshi. Undan tashqari однотонный sidam materiallar, mana однотонный, hech narsasi yo'q. Bemalol ko'ylaklar ichidan ham kiygani, har tomonlama qulay bo'lgan futbolkalar. Odatda erkaklar modasi o'lmaydigan, o'sha modasidan hech bir o'zgarib ketmaydigan svetlardan bittasi oq hisoblanadi. Oq bilan qora ko'p erkaklarimizni o'sha jiddiy ko'rsatadi. Hop, ortiqcha bachkana qilib qo'ymaydi. Shuning uchun ko'proq oq va qoradan foydalanishadi. Yonida balotoviy svetimiz va o'sha hozirgi kunda trend bo'lib turgan svetlarimiz ham bor. Bu svetimizni ham oq shimlar bilan moslansa juda chiroyli turadi. Pasvetkalarini ham ko'rishlaring mumkin. Mana oq narsaga moslab ko'rsatamiz mana. Oq shimlari bilan juda chiroyli o'tiradi. Ayni yozga однотонный qoramiz ham bor. Mana ko'rishlaring mumkin, hech qanaqa yozuvi yo'q. Однотонный скромный chiroyli turadi. Uni yonida tomniy siniy svetimiz doimgidek. Bu yil o'zi trendda tomniy siniy rang juda mashhur bo'ldi. Buni ham narxi 99 ming so'mdan ekan. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishlaring mumkin. 99 ming so'mdan. 99 ming so'mdan. Bemalol telefon raqamlarimiz yozilgan, murojaat qilishlaring mumkin. Qanaqangi futbolkalar yoki svetrlar haqida ma'lumot beraylik. Kommentariyalarda fikrlarni kutib qolamiz. Like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.